Gazabloydan uy qurgani ko'pchilik o'ylanyapti. Uni qanaqa qilib sinasa bo'ladi deyshadi. Ko'pchilik tomdan tashlaydi. Yo'q, akalar, ular bo'lmaydi. 2 dona gazabloyga ko'rishinglar mumkin. Nexus chiqarib qo'yganmiz. Bu 1 tonnadan oshiq xolos. Lekin bu ko'rishinglar mumkin 8 tonnadan oshiq ekskavatorni ustiga chiqarib qo'yganmiz. 4 dona gazabloy ko'tarib turibdi. Mana qurigan, chekkalari umuman yorilmagan, sinmagan, o'rtasidan yorildi. Sababi bu chiqib olish uchun oldini ko'tarib turadi, keyin orqasini ko'taradi. Xullas, oldini ko'tarayotganda 8 tonna yuk bunga tushganini hisobiga pastidagi umuman tekis joy masligini ham hisobiga o'rtasidan yorildi. Lekin uqalanib ketmadi, boshqa bo'lmadi. Sababi har bitta gazabloyda 10 kilodan oshiq sement ishlatiladi. Sement ham yasin sementdan ishlatiladi. Xo'p, Nexus'ni ko'rsatib o'tirmayman, chunki bunga yengilgina chiqib qo'ydi. Xo'p, endi ko'pchilik uyga ishlatadigan bo'lsam, televizor ilsam bo'ladimi ertaga, aristonchi deyshadi. Mana anker qoqib qo'yganmiz, 20 kundan beri turibdi. Ko'rishlar mumkin, yorilmagan, hech narsa bo'lmagan. 20 kilo vesdi, ya'ni bitta gazabloyni ilib qo'yganmiz, turibdi. Bundan tashqari sho'r umuman bo'lmaydi. Bilsalaring, ya'ni boshqacha g'ish ishlatadigan bo'lsalaring sho'r chiqishi mumkin. Umuman bunda unaqangi holat bo'lmaydi. Ko'rishinglar mumkin, 20 kundan beri buni suvga solib qo'yganmiz. Suvda cho'kmaydi, o'z holatini umuman mana o'zgartirmagan, ezilib ketmayapti, boshqa bo'lmayapti. Chunki bu faqatgina semon bilan qumda o'zidan bo'lmaydi. 6 xil boshqa dabavkalari bor. O'shalardan qo'shib ishlatilgan holat sababiga umuman o'zgarmaydi. Ko'rishinglar mumkin, 20 kundan beri suvga solib qo'yganmiz. Suv shiminmaydi, holatini o'zgartirmagan. Xo'p, hozir Marg'ilonda ishlab chiqaruvchini o'zidan sexga kelganmiz. Holatlarini ko'rishinglar mumkin, razmerlarini, qirralarni ayniqsa sifatiga bitta o'zlaring baho berasizlar. Ishlab chiqaruvchini o'zidan oladigan bo'lsalar, Marg'ilon ichi dastavkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Vodiy bo'yicha ham dastavkalari bor. Muhimi, har bittasiga 10 kilodan oshiq mana ishlab chiqarilayotgan jarayoniga keldik. Har bittasiga 10 kilodan oshiq sement ishlatilgan, o'zidan umuman sho'r chiqmaydi. Sababi o'zini issiq holatiga xuddi shu holatda quritiladi. Shuni hisobiga 1 gram ham sho'r bo'lmaydi. Pishig'ish qilsalaring bilasizlar, sho'r bo'ladi, ichida ohay yana boshqa narsalar bo'ladi. Mana bu hozir deylik, endi hozirgina bitta oralari shunaqa bo'ladi. Besi yengil bo'ladi. Har bitta gazabloyimiz 18 ta pishig'ishda o'rnini oladi. Bu degani siz uyingiz tez ko'tariladi, ustalarga ham qulay. Bundan keyin sirazi keyingi ishni davom etkazib ketaverasiz. Holatini ko'rib turibsiz. Qirralari deysizmi, sifati hammasi bir xil razmerda bo'ladi. Xullas, akalar, sizlarga ham mabodo gazabloy Farg'ona bo'yicha kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Aytganimdek, dastavga kelishilgan holatda xohlagan joyingizga olib borib beramiz. Bundan tashqari Marg'ilon ichi kelish qoladigan bo'lsa, dastavkalari bepul bo'ladi. Quritilgan holatda sizlarga yetkazib beriladi. Mana shu raqamlarga bemalol telefon qilaverasizlar.